Sizningcha bugungi zamonda ayol bo'lish nima degani? Cham o'zini ko'z qilmaydi. Agar qanaqadir qahramon bo'lganda ham u faqat gapiradi, uni eshitish kerak. Men yaxshi ko'raman, lekin menga yarashmaydi. Men pakana bo'lib qolaman, dumaloq bo'lib qolaman deyshadi-da. Ichida shunaqa yayrab yuramanki, o'zimni boshqa hech qaysi kimlarning ichida shunaqa bemalol his qilmayman. Dubay mollarda ham hamma ayollar qaraydi, lekin erkaklarni o'ziga qaratmaydi. Bu kiyimni kiyish bo'yi pastli yoki bo'yi uzunlikda emas. Acham bu iymon libosi degan bo'lardim. Assalomu alaykum. Assalom. Voy, rahmat, kundaku. Bugun yaqinroq qilib qilamiz. Million zoom tayyorsiz. Hammasi dizaynerskiy. Mashalloh. Assalomu alaykum. Shahnozaxon, Ramazon oyini boshlang'ichda sizdan intervyu olishimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Xursandman juda. Shahnozaxon, sizga ozgina savollarimiz bor edi. Bugungi kunda Shahnoza kim? O'zingizni mutaxassis va ayol sifatida qanday ta'riflab bergan bo'lardingiz? Bugungi kunda Shahnoza o'zini izlab topgan ayol, barcha orzulariga yetishgan, yoshligimdagi barcha niyatlarimga yetishgan ayol sifatida ko'raman, alhamdulillah. Mutaxassis sifatida esa biza faqatgina ayollarni yuzi bilan emas, ichki hissiyotlari bilan, ishonchi bilan birga ishlaymiz. Ayol sifatida esa o'zimni kuchli, jasoratli va juda ham yumshoq ayol sifatida ko'raman. Siz bilan men qo'shilaman, chunki men sizni ko'p kuzataman. Juda ham ajoyib insonsiz. Ikkinchi savolimiz, sizningcha bugungi zamonda ayol bo'lish nima degani? Bu tushuncha sizning hayotingizda qanday ma'no kasb etadi? Bilasizmi, oldingi zamonda ayollar, qizlar bular oxirgi bo'lib eshitilgan, hattoki qizlarni ham shunday tarbiyalashgan. Kattalar gapirgan joyda ovozingni chiqarma, kamsuqum bo'lgin deb, hattoki o'zini xohishlarini, istaklarini, orzularini ham bemalol ayta olishmagan, his-tuyg'ularini ham. Lekin hozirgi zamonda ayollar katta bizneslarni boshqarishyapti, alhamdulillah. Xuddi Xadicha onamiz katta tijoratchi ayol bo'lganlaridek, bizda ham hozir Xadichalar ko'paygan, alhamdulillah. Va o'zimni ham bunga ta'sir qanaqa bo'lganini sizga aytsam, juda ham katta burilish bo'lgan, chunki hozir 3-4 ta bizneslarni o'zim boshqaraman. Ayollar boshqara olmaydigan desam ham bo'ladi sizga. Chunki xo'jayinim aytadilar, erkak kishi boshqara olmaydigan bizneslarni ham boshqarasana onasi deydilar-da. Kosmetologiya sohasini ilk bor tanlagan paytingizda qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirgansiz? Bu qarorga nima turtki bo'lgan? Kosmetolog bo'lishimga turtki bo'lgan narsa bu o'zimning tashqi ko'rinishim bo'lgan. Chunki yuzimga husnbuzarlar toshib ketgan va mana shu husnbuzarlarni davolash uchun izlanib aytishadi-ku, tabib emas, davolangan tabib deyshadimi? To'g'ri. Shunga o'xshab men ham shu kosmetologiya kasbiga kirib kelganman. Lekin birinchi bo'lib ish boshlaganimda Dilfuza opa juda ham qattiq qo'rquv bo'lgan, chunki biza nafaqat ayollarni tashqi ko'rinishi bilan, ular bizaga yuzi bilan birga o'zini ishonchini topshirishadi. Ishonchi bilan ham ishlaymiz. U ishonchini oqlash uchun biza juda ham mutaxassis sifatida juda ham ehtiyotkorlik bilan yondashishimiz kerak. Chunki ayolning yuzi tashqi dunyosini sahifasi hisoblanadi. U sahifaga juda ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Chunki ayol kishini ichidagi stresslari, his-tuyg'ulari hammasi bu tashqi ko'rinishida kashf etadi. Shahnozaxon, acham obrazini ilk bor kiyib ko'rganingizda qanday hislar paydo bo'lgan? O'sha lahzalarni qanday tasvirlar edingiz? Dilfuza opa, men bir necha yillar oldin Arab Amirligida 7 yil yashaganman. Bolajonlarim juda ham kichkina bo'lishgan va u yerda shu Arab Amirligidagi ayollarga moslashib keng abayalarda yurganman. U paytda O'zbekistonda keng ko'ylakni faqatgina yoshi kattalar kiyar edi bizda O'zbekistonda. Va O'zbekistonga qaytganimdan keyin shu narsani topa olmaganman. Qalbimdagi narsani to'ldira olmaganman shu kiyimlarim bilan. Achamni birinchi marta ko'rganimda juda ham boshqacha bo'lgan. Ustimga kiyib ko'rganimda men shu hissiyotni topganman. Juda ham qulay va bilasizmi, hozir nima uchun men sayohatlarga ketganimni bilasiz? Har doim kelib
umraga borsam ham, sayohatga borsam ham achamdan yangi kiyim xarid qilaman. Chunki u kiyimim menga xuddi mahramdek meni himoya qiladi. Mashalloh. Ichida shunaqa yayrab yuramanki, o'zimni boshqa hech qaysi kiyimlarning ichida shunaqa bemalol his qilmayman. Mana kiyganimda borku, begona nigohlardan asraydi deyman. Xuddi har qayerdan ham men haqiqatdan ichimdan chiqib gapiryapman sizga, xuddi mahramdek bo'ladi-da. Yomon ko'z qaramaydi sizga. Lekin shu bilan birga ayollarga jalb qiladigan kiyim-da. Masalan, mollada yursam ham borib, Dubay mollada ham hamma ayollar qaraydi, lekin erkaklarni o'ziga qaratmaydi. Sizningcha kiyim inson uchun ko'proq himoya, qalqonmi yoki uning ichki dunyosini aks ettiruvchi oynami? Men uchun insonni ichki dunyosi bilan ustidagi libosi bu o'rtadagi chegara deb bilaman. Gohida libos ichki dunyoyingizni ko'rsatib beradi. Gohida qalqon bo'lib sizni yovvoyi nigohlardan himoya qilib beradi. Shahnozaxon, mutaxassis sifatida tashqi ko'rinish bilan ichki holat, ya'ni o'z-o'ziga bo'lgan ishonch o'rtasida qanday bog'liqni ko'rasiz? Bilasizmi, tashqi ko'rinishda ichki dunyo juda ham katta rol o'ynaydi. Men bir narsaga agar o'xshatib bering deganingizda ichki ko'rinishni ildizga o'xshatgan bo'lardim. Agar ildiz sog'lom bo'lsa, ayol ichidan jismonan sog'lom, bu sog'liqqa bog'liq emas, ya'ni hech qanaqa stresslarsiz, o'ziga ishongan, mehrga to'yingan ayol bo'lsa, uning tashqi ko'rinishdagi mevasi ham go'zal va shirin bo'ladi. Tushunchasi buni shuki, Dilfuza opa, mana masalan bizga kelganda ayollar o'tirishadi-ku, mutaxassis sifatida men shu ayolni qanaqaligini shundoq ichidan ko'zidan o'qib olaman-da. Nigohlari so'ngan bo'ladi, rangi so'lg'in bo'ladi. Sraz aytaman, stress bo'ldimi deyman-da ayolga. Ha, xo'jayinim uylandilar deydi. Yana kimdir ha, adamni yo'qotib qo'ydim deydi-da. O'sha ayolni shundoq ko'rib ichki dunyosidan xafaligi tashqi yuziga chiqib turadi-da. Buni mutaxassis kosmetolog bo'lsangiz shundoq o'qib olasiz. Nimagaligini. Ularga keyin biz boshqacha yondashamiz. Masalan, odam ko'p bo'lgan paytda tez bir xillarni qilib chiqarib yorasiz. Bir xillarni o'tirib gaplashgisi keladi, ular siz bilan gaplashgisi keladi. Ularni ko'raman-da, shogirdlarimga chetroq turinglar, sal bu ayolga yoqmaysizlar hozir sizlar deyman. Chunki uni ko'rinishi уже sotib qo'yadi-da ichki dunyosini. Shuning uchun aytaman, ichki dunyoni ildizga o'xshataman. Bu ildiz tashqi qiyofasi bu mevasi deyman. Agar ildiz mustahkam, sog'lom bo'lmasa, ichida stress, depressiyalarga to'yingan bo'lsa, unda tashqisi ham so'ng'in, rangi seri bo'lib ketgan bo'ladi. Ko'zlari ham, nigohlari ham so'lib qolgan bo'ladi u ayolda. Mijozlarimiz kelishganda men ularni ko'proq iymonlashib o'tiramiz. Ba'zan ayollar stress bo'lganda kelib haligi narsalar sotib olish nima bo'ladi, shunaqa stressdan sotib olishadi. Kimdir xursandchilikdan, kimdir bir joyga kiyish uchun, kimdir просто tak o'zi kelib, настроенияsi yaxshi bo'lsa sotib olishga kelishadi ko'pchilik. Sizga ham shunga o'xshash уже ko'zlaridan ko'raman, qanaqa ayol kishi baribir bir joyga borganda или xursandchilikdan boradi, или мне кажется, или какой-то stressdan boradi. Men o'zim ham masalan unaqa stressga ustuvchi bo'lmasam ham, stress olsam yoki shopping qilishim kerak yoki brilliant olishim kerak. Ana. O'shanda sira samotsenkam ko'tarilib ketadi. Yaqin arab dugonamiz aytadi. Bizda deydi, agarda birorta muammo bo'lsa, uxlayman deydi. Shiptib yotib uxlaymanda deydi. Keyin turganimdan keyin haligi muammoni keyin o'tirib, o'ylab ko'raman, bir uxlab olaman deydi. Bizdagi haligi uxlayman. Siz kechasi bilamda, o nima bo'ldiki deb. Ularda uxlab olishar ekan. Haligi qaysidir sahoba aytganlarki, jahlingiz o'tirib ol. Shuning uchun ham bizani O'zbekistonda statistika bo'yicha, onkologiya bo'yicha ayollar juda ham ko'p kasallanadi. Stressga juda ham ustuvchi. Men o'sha narsani tushunib yetgan kasal bo'lib tushunib yetgandan keyin o'zimni sevishni o'rgandim. Hozir unaqa emasman Dilfuza opa. Hozir juda ham dunyoqarashlarim o'zgargan. Stress bo'ldimi, chiqib ketaman ko'chaga, maza bitta o'zim ham tog'larga ketib boraman. Nima maslahat berardingiz, например? Restoranlarga borib o'tiraman, kiyinaman, yoki tillalar olaman. Maza qilib kelaman kechqurun. O'zimga xursand bo'lib kirib kelaman. Kelinimga ham shu narsani o'rgatyapman hozir. Bir-ikki marta o'g'lim bilan echib qoldilar-da, aytaman. Stress qilmang deyman. O'zingizni chiroyingizni yo'qotasiz.
eringiz oldida ishonchingizni yo'qotasiz. Ko'chaga chiqib ketingda mazza qilib yeydigan narsalaringizni yeb keling. Oyijon deb bitta telefon qo'yib yuboring, kartangizga pul tashlab beraman. Xohlagan joyingizga borib kiyining, xohlagan joyingizga borib yaxshi ovqatlanib keling, mazza qilasiz deyman. Acham brendini 3 ta so'z bilan ifodalash kerak bo'lsa, qaysi so'zlar tanlagan bo'lardingiz? Hayotimdagi eng go'zal so'zlar bilan ta'riflagan bo'lardim. Birinchisi sakinat. Ayol kishi acham libosini kiyganda sakinatda bo'ladi. Ikkinchisi bu himoya. Nomahram ko'zlardan, ya'ni yovvoyi nigohlardan mahramdek himoya qiladi. Uchinchisi bu qalqon. Sizning shaxsiy obrazingiz ichki dunyoyingizni ifodalaydimi? Yoki jasorat va erkinlik ramzimi? Yoki bu ikkisi uyg'unlikmi? Uyg'unlik desa ham bo'ladi. Qanaqadir foizda ichki dunyoyimni ifodalab beradi. Endi men ishxonaga borganimda ko'pincha mashinadan shunday tushib kirib ketaman. Ishxonamda faqat ayollarni qabul qilganim uchun bir xil payt uzun kiyimlar bilan sportivka ham kiyib ketaman. Lekin ishoning o'sha paytda, o'sha kuni xuddi kiyimsiz yurgandek his qilaman o'zimni. Acham kiyimlarida mana shunday keng kiyimlar kiyganimda o'zimni jasoratliroq ayol deb his qilaman. O'zimga ishonchim yana ham oshib va kuni davomida yaxshi kayfiyatda yuraman. Otlarda yuraman, lekin otlarda yurganimda ham ahamiyat bergan bo'lsangiz, ustimda sportivka, ustidan keng abaya kiyib olaman. O'shanaqam qomatim bilinmasin deb harakat qilaman. Lekin o'zim o'sha otlarning galifelarida chiqsam, o'zimni kiyimsiz deb hisoblayman-da. Bo'lmasam sportivkani uzun plashni ichidan kiyib boraman-ku, shu ishxonaga kirvagunimcha ham oldim ochiq tursa sportivkada o'zimni o'sha kiyimsiz ketayotgandek his qilaman. Agar acham obrazlari film qahramoni bo'lganda, u qanday obrazda namoyon bo'lar edi? Shu menga juda ham qiziq. Acham bilasizmi, agar rejissyor bo'lganimda, acham obrazi sahnaga chiqqanida, u o'zini ko'z-ko'z qilishni istamagan obraz bo'lar edi, qahramon bo'lar edi. Chunki uni o'zi ko'rinishini o'zi gapiradi. Ya'ni uni eshita olgan eshitadi deyiladimi? Acham ortiqcha reklamaga muhtoj emas bu narsa. Chunki bir xil o'rtoqlarim bor-da, mana hozir kimligini aytmayman, lekin знаменитый u o'rtoqlarim juda ham xalqlar tanigan. Men yaxshi ko'raman, lekin menga yarashmaydi. Men pakana bo'lib qolaman, dumaloq bo'lib qolaman deyshadi-da. Lekin men kiysam sayohatlarga borib, voy, boshqacha ekan bu deb yoqtirib kiyishkisi keladi o'sha narsani. Shundan bilamanki, acham o'zini ko'z-ko'z qilmaydi. Agar qanaqadir qahramon bo'lganda ham u faqat gapiradi, uni eshitish kerak. Shunaqa deb o'ylayman men. Bu kiyimni kiyish bo'yi pastlik yoki bo'yi uzunlikda emas. Chunki men kiyimni yarashish uchun kiymayman. O'shaning uchun ham bilmayman, men nima kiysangiz ham yarashadi sizga deyshadi. Chunki men o'zim qanday bo'lsam, Dilfuza opa, o'zimni shunday qabul qilganman-da men. Hamma joyimdan, mashalloh, hamma joyimdan roziman men. Hech qatimdan Alloh tomonga noroziligim yo'q. Men bu yerda mana bunaqa, Alloh, mana shunaqa demayman-da. O'shaning uchun qop kiysang ham yarashadi senga deyshadi o'rtoqlarim. O'shaning uchun ham yarashaversa kerak. Chunki men har bitta obrazimdan rozi bo'lib kiyaman o'sha narsani, yaxshi ko'rib kiyaman shu narsani. Birinchi marta magazinimizga kelganingizda siz juda ham o'sha paytlarda esimda qolgan 4 ta qizmidi, adashmasam yo 5 ta qizni shundoq kelishganda hijobga kirishganda, shunaqa chiroyli, они покрылись очень красивые, статно стали, они изменились, baribir 180 gradusga o'zgarishdi-da. O'shanda siz sovg'alab bergansiz, har bittalarini kiyintirib kuzatganimizda juda ham o'shanda men mashalloh deganman. Hali qizlar shunaqa xursand bo'lib ketishganda, hali kiyimlarni hammasiga как будто ularga spesialni tikib bergandek bo'lganda. Juda ham chiroyli. O'shanda men esimda qolgansiz. Birinchi marta siz bilan biz tanishgan paytimiz kelib 4 ta qizni boshdan oyoq kiyim qilib, chiroyli qilib kuzatganingizda o'shanda men tanib qolganman sizni. Achamga muhabbatim o'shandan uyg'ongan, chunki ishxonada o'tirgan edik qizlar bilan. Keyin shu Instagramdan chiqib keldi shu acham kiyimlari, qaysidir qizim ko'rsatdi. Qarang, mana bu shunaqa chiroyli kiyimlar bor. Shundoq ko'rdim-da, yuragim jiz etdi.
qaysi biringlar bugun o'ransanglar shu achamdan xohlagan kiyiminglarni olib beraman dedim. Mashalloh. Hammaligi rozi bo'lishdi. Borib o'shanda achamdan kiyingan edik. O'sha kundan boshlab muhabbatim uyg'ongan bu kiyimlarga. Magazinni как раз bekitib ketayotganimizda telefon qilgansiz, esimizda. Ketib Ha, qolmanglar. ketib dedim. qolmanglar, hozir boramiz. Shunda bir to'da qizlar kelib, suluvdek chiroyli bo'lib kiyinib chiqib ketishgandi. Judayam Shunda chiroyli. Haliyam o'sha sog'inganimizda. qizlar sizni mijozingizsiz. Rahmat katta. Agar acham kiyimlari gapira olganida sizni qanday ayol sifatida ta'riflar edi? Menimcha o'zini hech kim bilan solishtirmaydigan, o'zini tempida yashaydigan, jasoratli ayol deb ta'riflagan bo'lsa kerak. Acham brendi uchun shior yaratish imkoni bo'lsa, qanday shior taklif qilgan bo'lardingiz, Shahnozaxon? Acham judayam ko'p shiorlar aytardim, lekin menga hozir qalbimga yaqin bo'lgani acham bu iymon libosi degan bo'lardim. Mashalloh, Qalb mashalloh, libosi ham emas, iymon libosi degan bo'lardim. mashalloh. Chunki buni faqatgina kuchli va iymoni mustahkam ayollargina tushunishadi.